Do'stlar, yana bir bor assalomu alaykum barchaga. Kuninglar yaxshi, xayrli o'tsin. Ko'rib turganlaridek, ko'chalarda suv sotdik. Insonlar o'zi xohlagan narxga, arzonga, qimmat savob shiori ostida ishladik. Tushuntirdik nima uchun bunaqa qilayotganimizni va sotgan suvlarimizni yig'ilgan pullari, mayli pullar, yirik pullar, kimdir arzonga, kimdir qimmatroqqa sotib oldi, kimdir suv sotib olmasdan pulini o'zini berdi ehsonga deb. Bu yig'ilgan pullarni biz nima qildik? Albatta bunday o'yin kulgilarni emas. Biz bozorga bordik. Ikkita xonadon uchun hech bo'lmasa bir haftaga oziq-ovqat g'amidan xalos etish maqsadida chiroyli bozorchilik qildik. Va qilgan bozorligimizni yolg'iz ayol boshi bilan farzandlarini o'qitib, yedirib, ichirib, birovdan kam qilmay olib yurgan fidoyi onalarimiz bor ekan. Shularni xonadoniga, oilasiga yordam qilish maqsadida topshirdik. Duolarni olib ko'rib turganlar